Aleyküm sayılarlar. Nakalese bunlarga kokunimiz bitti. Görseniz havalı. İlk xil suyetde çıkarıp verdik bu kokunimizni. Üstü ak qoladi. Tine inox suyetden ishlab berdik. Gilyan suyu bo'ladi. Ekodan nakalese. Bu yerda katyullarimiz bor. Katyulimizni olib kelib ketdik. Bu yerga bostirib yomon bo'lib shlankasi ko'rinmayotmasligi uchun bunlarni ishlaymiz. Ramay taplar, noç bağlı. İki polka, modellerimiz az giymelikler, cayna oturuz büyük. Daha görüp bakabilirsiniz. Stollarımız rossiyskiy stol bağlı, zor stoldan. Demek otlarla onatıp, yani şart verganmiz. Daha bunga shunday ko'qinli mebel, mehki mebel, har xil turdagi mebellar kerak bo'lsa ishlab, ustanovka etib, o'rnatib beramiz. Rahmat hammangizga. Kimlar shunday ko'qinli mebel qidirib yurgan tanishlar bo'lsa, videomizni tashlab qo'ysangizlar, manfaatli bo'ladi. Rahmat hammangizga.